Saidalo, bolam, qalaysan? Yaxshimisan? Tuzukmisan? Qachon keldingiz? Hozir keldim, san oldinga keldim. Voy, ko'p katta bola bo'lib ketibsan-ku. Sizni sog'inib ketdim. Voy, bolajonim, men ham seni sog'indim, bolam. Uyga ketamizmi? Oyim biladilarmi? Yo'q, oying bilmaydi hali. Oyingga surpriz qilamiz, xo'pmi? Ketdik, yur. Amakiga salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingizmi xo'jayin? Ha, Saidalo. Adasiz xo'jayin bo'lib keldingizmi? Ha, xo'jayin bo'lib ketdim, o'g'lim. O'tir mashinaga. Shunda ketamizmi? Yoqdimi mashina, zo'rmi? O'tir, chiqib ol. Hozir uyga boramiz, xo'p? Anaqa xo'jayin, bolani maktabdan olgandan keyin aylantirgani olib boraman dedingiz. Olib bormaymizmi? Ada aylanganib boramizmi? Ha, aytgancha shunga kelishdik-a. Ha. Ha, bo'pti, yur, seni aylantirib kelaman birinchi, keyin uyga boramiz. Ha. Nima turib keling? Yo'q, o'zi, shu tam san deb qarab o'tirdim. Saidalo, sakriy urib, yuguraverganingda men yuzingni qara. Tellab ketibsan, bolam. Maza qilib o'ynadim-da. Endi qayerga boramiz? Endi uyga boramiz. Oying ham xavotir olib o'tirgandir sen yo'ligingga. Anaqa xo'jayin, uyga borishdan oldin eslatgan. Tort bilan gul olamiz dedingiz. Nima qilamiz? Ha, yo'q, yaxshi eslatding. Bo'l, hozir yo'l-yo'lakka ovlarmiz, ha? Aha, xo'p bo'ladi. Oyi, adam keldilar. Bahodir aka qachon keldingiz? Niye aytmadingiz kelishingiz haqida? Senga surpriz bo'lsin dedik-da. Adasi choy. Olib kel choyingni. Ovqat olib kelingmi? Yo'q, keyin o'zim aytaveraman, xo'p. Xo'p bo'ladi. Og'ayni o'zingiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo, Jasur. Xato ish qildik. Hop, qachongacha aldab yuraman keyin. Hozir chiqib xotinimga, bolamga ham to'g'risini aytaveraman. Bo'lmasa yo'qlasin. Qachongacha? Baqirma, eshitib qoladi, baqirma. Hozir xotiningni bolangni oldiga chiqib nima deysan? Xotiningga nima deysan? Mana omadsiz ering 2 yil ishlab, bo'ynidagi qarz bilan qaytib keldi deysanmi? Ha? O'g'lingchi? O'g'lingni ko'zini ko'rdingmi? Senga qaragandagi ko'zlarini ko'rdingmi? Qahramonga qaragandek qarayapti. O'g'lingni ko'ziga qara, o'g'lim. Tanish. Bu qo'rqoq oting 2 yil ishlab, hech narsaga erisholmay, bo'ynidagi qarz bilan qo'lidan bitta ish kelmasdan qaytib keldi deysanmi? Oyi, adamchi zo'r odam bo'lib ketdilar. Meni qop-qora katta mashinada olib keldilar. Hamma sinfdoshlarim menga havas qildi. Ha, o'g'lim. Adang shunaqa zo'r insonlar. Ol tortingga. Men aytgandek qil, iltimos. Boya ertalab sen bilan nimaga kelishdik? Ishlarim ham o'xshamadi. Qaytib kelishga ham o'zingdan qarz olib keldim mana. Oilamni ko'ziga qanaqib qarayman. Tushunarli.
Hamma narsaning iloji bor. Bitta ish qilamiz. Faqat meni aytganimni qilasan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi sog'-omon qaytib kelding. Oilangni bag'ridasan. Hammasini hal qilamiz. Hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Men seni yoningda bo'laman. Jasur. Shirinlik islam olib beraymi? Ha, olib kiraver. Xo'p, hozir. Ertaning ichida olib ketgani keldi, o'jang. Dur. Shirinliklu. Men ertaga dam olaman. Ishing bo'lsa bitirib. Choyim ichgani ham qo'ymading.